Do'stlar, mana Sirdaryomiz ko'rib turganlaringdek jo'shirib oqyapti. Lekin sizlarga videoda qanchalik ko'rinyapti bilmasam do'stlar, o'tgan safar qilgan videoyimdan, ya'ni bir 10 kun oldingi videoyimdan suv sathimiz 1 metr ko'tarilgan. 1 metr balandlikka ko'tarilgan. Ya'ni o'rtada ob-havo nosozligi, ya'ni ob-havoning yomonligi sababli ko'p hududlarda yomg'ir yog'di. Hamma yomg'irlar baribir oqib kelib daryoga tushadi, o'zlaring bilasizlar. Daryomiz o'ta loyqa do'stlar. Shunaqangi loyqa oqyapti daryomiz. Mana sizlarga qanchalik ko'rinyapti do'stlar. Nargi tomon, ya'ni sizlarga qanchalik ko'rinyapti bilmasam, hozir uni yaqinlashtiryapman. Kameramizni yaqinlashtiryapmiz. Stabilizatsiyasi buzilsa bo'lmaysizlar do'stlar. O'sha ko'rinib turgan dashlar, ya'ni bular Chust tumaniga qarashli bo'lgan hududlar. Chust tumaniga hech qancha emas, bu daryodan o'tsak 15-16 kilometr bilan Chust shahriga yetib boramiz do'stlar. Bu Rezaksoy qishlog'i, o'sha asli ko'rinayotgan joy Rezaksoy qishlog'i. Sizlarga qanchalik ko'rindi bilmadim do'stlar. Buni kommentariyada yozib o'tasizlar iltimos, fikr mulohazalaringizni. Ko'rib turganlaringdek yaqinda do'stlar, mana shu yerda orolcha hosil bo'lgandi. O'tgan videoda, ya'ni men ta'qib qilib borayotgan, ko'rib borayotgan bo'lsalaring, o'sha yerda bir orolcha paydo bo'lgandi. Keyin sal nariroqda burilishda yana bitta orolcha paydo bo'lgandi, suv sathi tushib ketganligi munosabati bilan. Hozir do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek hech qanaqa orolcha yo'q, ya'ni suv sathimiz 1 metrdan balandroq ko'tarilgan hatto.